berilgan kun ekan. Qani, bolajonlar o'zbek tiliga davlat tili maqomi qachon berilgan? Ha, Marjona? O'zbek tiliga davlat maqomi 1989-yil 21-oktyabrda. Yaxshi. Devondan, Yassaviyning hikmatidan, Mashrablarning qo'shig'idan ungan tilim ona tilim. Topdim, onaginam allasdan, kuylay to'lsin sog'ishlarim, ona tilim ona. Naqadar go'zal, bu tilda shoirlar kuylagan g'azal. Quloqqa yoqimli shirindir asar, sen mening faxrimsan ey ona tilim. Quloqqa yoqimli shirindir asar, sen mening faxrimsan ey ona tilim. Ona tilim, ey ona tilim, sen mening faxrimsan ey ona tilim. Konstitutsiyasi 4-moddasida o'zbek tili davlat tilidir degan maqom berilgan. 20-oktyabr O'zbekiston Respublikasi davlat tili maqomi berilgan. Bor elga e'tibor. Yaxshi.